Toy insanın təqdiri mi? Yani insan qancha tirishimi, qancha tanlasimi, qancha izlasimi, shu chekisiga yozilgandan boshqani ololmaydi. Dunyoda nima ishlarni qilamiz, qanchalik pul topamiz, qanchalik yeymiz, ichimiz. Shundaqla dunyoda baxtli o'tamdiq, va yoki baxtsiz o'tamdiq, jannat ahli bo'lamdiq, do'zax ahli bo'lamdiq degan shu baxtli va baxtsiz bo'lishimiz, shularning hammasi bizningki onamizning qo'rsiqqa 120 kun bo'lgan vaqtda yozilib bo'ladi. Unda o'z insonning rizqi yozilgan bo'lsa, ajri yozilgan bo'lsa, qilgan ishi yozilgan bo'lsa, baxtli baxtsiz bo'lish yozilgan bo'lsa, insonning tirishqanining foydasi bor. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qarindoshlar. Allohning rahmati va fazli bilan biz bugun yana shu 40 hadisimizningki 4-hadisini o'qiymiz. Biz bugungi hadisda ko'pincha kishilarga uchragan, shundaqla javobini topolmayotgan va shundaqla nurg'un yoshlar tushunishda qiynalib masala haqida to'xtalamiz. Masalan, ko'pincha yoshlarda bunday savol keladi. To'y insonning taqdirimi? Ya'ni inson qancha tirishimi, qancha tanlasimi, qancha izlasimi, shu chekisiga yozilgandan boshqani ololmaydi. Undan boshqa bayramlatlik bizning taqdirimizmi? Buni o'zgartirolmaydi. Ki bazı işler var. Biz dua kılsak, eğer takdirimizge yazılıp ketken bolsa, o özgüremdi, özgermemdi. Allah Teala bizden takdirimizge 60 yıl dep yazgan bolsa, biz Allah'a dua kılsak, Allah Teala 70 yılga uzartıp veremdi, bermemdi degenge okşagan, nurgulluğan meseleler var. Takdirge alakadar. Bugünkü hadisimiz mana muşu suallarning hammasiga cevap beradi. Unda bo'lsa biz hadisimizni boshlaymiz. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu naql qilinib mundaq dedi. Haddathana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga hadis so'zlab berdi. Rasululloh bo'lsa rost so'zliguchi va rost so'zlaganligini kishilar tasdiqlagan bir kishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq dedi. In ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sizlarning biringlarning yaratilishi anasining qurusuqida 40 kun su holatida bo'ladi deydi. Ya'ni bizning yaratilishimiz tunjulab sperm su holatimizda, nutfa holatida 40 kun bo'ladi. Ya'ni 40 kun ichida su holatida bo'ladi. Thumma yakunu alaqatan mithla zalik. 40 kun su holatida bo'lgandan keyin, ya'ni 40 kun o'tgandan keyin uyulqan, laxtqan holatga o'tadi. Thumma yakunu mudghatan mithla zalik. Ondan keyin 40 kun o'tgandan keyin birchlam go'sht holatiga o'tadi deydi. Ya'ni jami qancha kunda birchlam go'sht holatiga o'tadi ekan? 120 kunda. Tunji 40 kunda sperma holati, ikkinchi 40 kunda uyulqan holati, uchinchi 40 kunda birchlam go'sht holatiga o'tadi. Ondan keyin uningga farishta avatiladi. Fayanfuxu fihi ruh. Uningga ruh bo'linadi. Diqqatda, jon emas, ruh bo'linadi. Va yu'maru bi 4 kalimat. 4 so'zni yozishga buyuriladi. Rizqi yozishga, ajrini yozishga, amalni, qildigan ishlarini yozishga va dunyoda baxtli bo'lamdi, baxtsiz bo'lamdi, buni yozishga buyuriladi. Demak, biz onamizning qo'rsiqida 120 kun bo'lgan vaqtimizda dunyoda nima ishlarni qilamiz, qanchalik pul topamiz, qanchalik yeymiz, ichimiz. Shundaqla dunyoda baxtli o'tamdiq va yoki baxtsiz o'tamdiq, jannat ahli bo'lamdiq, do'zax ahli bo'lamdiq degan shu baxtli va baxtsiz bo'lishimiz, shularning hammasi bizningki onamizning qo'rsiqida 120 kun bo'lgan vaqtda yozilib bo'ladi. Fa vallahillazi la ilaha illa g'ayru. Alloh bilan qasamki, sizlarning biringlar jannat ahlining amalini qiladi. Hattoki uning bilan jannatning o'rtasida bir g'uloch qoladi. Shu yozilgan kitob ustun kelib, ondan keyin do'zax ahlining amalini qilib, do'zaxga kirib ketadi. Sizlarning biringlar do'zax ahlining amalini qiladi, hattoki uning bilan do'zaxning o'rtasida bir g'uloch qoladi, ondan keyin kitob ustun kelib, ya'ni yozgan taqdir ustun kelib, jannat ahlining amalini qilib axırda jannatga kirib ketadi deydi. Bu qarab baxadigan bo'lsak, bu hadis cho'ng jihatdan ikki cho'ng masalani bayon qiladi. Birisi homilningki onaning qo'rsiqida yetilish bosqichi. İkincisi taqdir masalasi. O'ylab baxadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 14 asr burun hech qanday texnika bo'lmagan vaqtida onaninki qo'rsiqidagi homilningki o'silish jarayonini bizga bayon qilib berdi. Agar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari bo'lmasa, degan gapida bir shak shubha qiladigan bir inson bo'lsa, hargiz bu bunday ishga tavakkul qilmagan bo'ladi. Chunki o'ylab baxinglar, bir odam bir yolg'ondan dinni ekegan bo'lsa, bunda keyin yolg'onga chiqib qolish ehtimoli bo'lgan gapni qilmaydi. Chunki hech kim zo'rlamadi masalan. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqiy Allohning payg'ambari bo'lg'achqa mana shunday onaning qo'rsiqidagi homilningki yetilish jarayoniga o'xshash inch nuqtalarni vahiga tayinib turib, Allohdan kelgan bir ilhomga tayinib turib bizga xabar bergan. Qanday xabar bergan? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom isteganda, sizlarning biringlarning yaratilishi onasining qo'rsiqida tunji qatam 40 kun su holatida, nutfa holatida bo'ladi. Ikkinchi bosqichda laxtqan mushu holatda bo'ladi. Uchinchi 40 kunda chaynalgan go'sht parchasiga o'xshash mushu holatga o'tadi. Ya'ni 120 kunda. Mushu holatga, mushu tekshirgan resimlar qarab baxsanglarmi, va ayni chaynalgan go'sht o'xshaydi insonningki 120 kundagi homila holati. Qur'oni Karimdagi bo'lgan ifodalashi nihoyat bir mo'jizalik. Hamda bu yetilish bosqichi bugungi kunimizdagi tibbiy nuqtalarga nihoyat mos keladi. Ondan keyin, ya'ni 120 kun o'tgandan keyin Alloh taolo uningga bir farishta avatadi. Farishta va homilaga ruh to'laydi.
Xo'sh, unda bo'lsa hamilaga jon qanday chog'da kiradi? 2 oyda bolaning yurak so'qishini bilgili bo'ldi hozir shundaqo. Demak, jon bor degan gap. Undası bu hadisni qanday tushunamiz? Amaliyotda bu yerda ko'pincha kishilar xato tushunib qolgan bir masala bor. Inson onaning qo'sqig'i to'rilib 5-6 hafta bo'lgandan keyin insonga jon kiradi. Ya'ni üst jeni kiradi. Biologik jon kiradi. Ammo 120 kundan keyin tibbiy nuqtadan shu, buningki ming taraqqiyotida ajoyib murakkablish bo'ladi va shundaqla inson ongli harakatga va sezgiga ega bo'ladi. Ya'ni haqiqiy inson holatiga o'tadi. Nimishqa bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek ruh bulangandan keyin. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda insonga jon bugungi tibbiy nuqtada isbotlangandek 5-6 haftadan keyin kirgan bo'lsa-mu, ammo hayotlik ya'ni ongliq harakat ega bo'ladigan, sezgi ega bo'ladigan hayotlik 120 kundan keyin kiradi. Chunki bu vaqtda insonga ruh bo'linadi. Ruh bo'langandan keyin uning ming qatlamidagi taraqqiyotlar boshqacha bo'ladi va shundaqla ongliq harakat davriga o'tadi. Ammo hayotlik 120 kundan keyin kiradi. Shunga bu hozirgi bugungi tibbiy nuqtalar moslashadiki, hargiz qarshilashmaydi. Endi ikkinchi masala bu hadisdagi 120 kun o'tgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, farishta buyruqlarga asosan uning rizqini yozadi, ajalini yozadi, qildigan ishlarini yozadi, dunyodagi baxtlik yoki baxtsizlikni yozadi dedi. Unda bo'lsa, ya'ni rizqini yozadi degan gap, qanchalik pul topadi, qanchalik yeydi, qanchalik ne'matlarga erishadi bu degan gap. Ajalichi qanchalik yashaydi, qachon o'ladi, amalichi nima ishlarni qiladi, baxtlik baxtsiz bo'lishi oxirgi hayot manzili qanday bo'ladi, jannat ahli bo'lamdi, do'zax ahli bo'lamdi. Bu xil narsalarning hammasi yoziladi. Mana bu taqdir. Unda bo'lsa insonning rizqi yozilgan bo'lsa, ajli yozilgan bo'lsa, qilgan ishlar yozilgan bo'lsa, baxtlik baxtsiz bo'lish yozilgan bo'lsa, insonning tirishqanining foydasi bor. Hatto ba'zi o'g'illar yoki ba'zi qizlar to'y qilish taqdirmi yoki taqdir bo'lsa bizning tirishqanimizning foydasi. Unda bo'lsa biz boshqa ish qilmasak ham bo'ldi ekan degan o'y kelib qoladi. Bu masalani tushunish uchun biz oldin taqdirni tushunishimiz to'g'ri keldi. Taqdir degan nima desanglar, taqdir deganimiz Alloh taoloninki o'zining cheksiz ilmiga asosan yozishini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh taolo biladi, shu bilginga asosan yozishni ko'rsatadi. Ya'ni bu yozishi taqdir deb ataladi. Bu taqdir ikki turga bo'linadi. Birisi umumiy taqdir. Umumiy taqdir degan qanday desanglar, Allah subhanahu wa taala bütün mahluqotlarni yaratishni ilgari yozgan taqdir. Bu lavhul mahfuz deb ataladi. Bu asla va asla o'zgarmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda kataballohu maqadiral xalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah subhanahu wa taala osmonlarni va zaminni yaratishdan 50,000 yil ilgari har bir narsaning taqdirini yozib qo'ygan deydi. Va shundaqla Allah subhanahu wa taala yamhullohu ma yasha va yuthbit va indahu ummul kitab. Alloh taolo xohlaganini o'chiradi, xohlaganini o'z joyiga qo'yadi. Allohning qishida lavhul mahfuz bor dedi. Ya'ni lavhul mahfuz yozilgani, ya'ni bizning 120 kunlik bo'lgan vaqtimiz yozilgan emas. Bütün osmon ziminlarni yaratishdan 50,000 yil ilgari yozgani, o lavhul mahfuz, o o'zgarmaydi. O Allohningki yanada deb tushunamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom eng avval Alloh taolo qalamni yaratdi, undan keyin uktub qalamga yozgin dedi. Qalam va ma aktubu ya rab, nima yozman ey Rabbim dedi. Alloh subhanahu wa taolo uktub maqadira kulli shay'in hatta taqumus sa'a. Sen qiyomat qadar bo'lgan hamma narsalarning taqdirini yozgin dedi. Bu taqdir umumiy taqdir. Endi ikkinchi turli bir taqdir var. O qanday taqdir desanglar, bu xususiy taqdir. Va yoki ömürlik taqdir deb atsaqmi bo'ladi. Har xil shaklda ataydi buni olimlar. Bu lavhul mahfuzdagi taqdir emas, farishtalar o'zining yendagi sahifalarga yozadigan taqdiri. Mana bu hadisdagi biz 120 kun bo'lgan vaqtimizda yozadigan bizning rizqimiz, ajlimiz, amalimiz va shundaqla baxtli bo'lishimiz yoki baxtsiz bo'lishimiz iborat. Bu narsaning hammasi lavhul mahfuzga emas, farishtaning qishdagi sahifaga yoziladigan taqdir bo'ladi. Ikkinchi turli taqdir bo'ladi. Tushunamizmi mana? Birinchi turli taqdir, ya'ni lavhul mahfuzning taqdir o'zgarmaydi. Ammo ikkinchi turlik farishtalarning qishidagi sahifalarga yozilgan taqdir bo'lsa, sabablar bilan o'zgaradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yarudul qadr illa duo. Taqdirni duodan boshqasi qaytarolmaydi, o'zgartirmaydi dedi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Unda bo'lsa bu qaysi taqdir? Bu dal farishtaning qishdagi sahifaga yozilgan taqdir. Ya'ni farishtaning qishdagi yozilgan taqdir sabablar bilan o'zgaradi. Qaysi sabablar bilan? Duo bilan o'zgaradi. Va shundaqla farishtalar bizningki 120 kunlik bo'lgan vaqtimizda bizni 60 yil umr ko'rdi deb yozgan bo'lsa taqdirimizga, biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadisiga asosan sil rahmat qilgan bo'lsak, tuqqanlarimizga yaxshi muomala qilgan bo'lsak, yaxshilik qilgan bo'lsak, bizning taqdirimiz o'zgarib 60 yil ömrimiz 70 yilga berishi mumkin. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qandaq bir odamningki ömrining uzun bo'lishini xolasa, falyasil rahima, tuqqandochilikni unusun, sil rahmat qilsin dedi. Va undan boshqa nurg'unlagan ishlar bor, sababga bog'langan. Masalan, biz 120 kunlik bo'lgan vaqtimizda farishtalar bizning rizqimizni keng bo'lishini yozgan bo'lsa, biz agar bir gunoh qilgan bo'lsak, orqamarqa gunoh qilgan bo'lsak, shu gunohimiz sababli bizning rizqimiz kamlab ketishi mumkin. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda va innar rajula la yahrumu rizqan bizamb. Bir adam gunohi sababli rizqdan mahrum qiladi dedi. Demak, xuloslagan vaqtimizda taqdir cho'ng jihatdan ikki turlik bo'ladi. Birisi Allohning qishki taqdir, bu umumiy taqdir bo'lib, cho'ng jihatdan yozilgan taqdir, bu o'zgarmaydi. Ikkinchi xususiy taqdir, bu taqdir bo'lsa, farishtalarning sahifalariga yoziladi. Hadisda deyilgan insonning rizqi, ajli, umri, baxtli bo'lishi, baxtsiz bo'lishi va shundaqla to'y qilishi, kimni ilishi, kimni namoz qilishi, hammasi bu farishtalarning qishiga yozilgan bir taqdir. Bu insonning tirishchanligi bilan, sababni qilishi bilan, duo qilishi bilan, Allohdan so'rashi bilan o'zgaradi. Shuning uchun to'y qilish taqdirmi desa, bu taqdir, ammo sizning tirishchanligingiz bilan, Allohdan so'rashingiz bilan, duo qilishingiz o'zgaradigan taqdir degan bo'ladi. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu nima deb duo qiladi?
Allahumma in kunta katabtani shaqiyyan famhini waktubni sa'ida. Ey Allah, agar sen meni baxtsizlar qatoriga yozgan bo'lsang, o'chirgin va meni baxtliklar qatoriga yozgin. Fa innaka tamhu ma yasha va tuthbit. Chunki sen xohlaganni o'chirsa, xohlaganni joyida qoldirsa dedi. Va shundaqla yuqorqi oyatda Allah subhanahu va taolo yamhullohu ma yasha. Allah xohlaganni o'chiradi. Taqdirdan. Qaysi taqdirdan? Farishtalarning qashidagi sahifadagi taqdirdan. Va yuthbit, xohlaganni joyida qoldiradi. O'chamaydi. U qaysi? Va indahu ummul kitob. Lavhul mahfuzdagi taqdir. Xo'sh, unda bo'lsa insonning umri, ajali, boyolishi, namratilishi, kimlanishi bu farishtalarning qishidagi sahifalarga yozilgan taqdir. Bu taqdirlar sabablar bilan, duolar bilan hammasi bilan o'zgaradi. Shunga biz har birimiz taqdirga yo'lni olib turib tirishmaslikqa, sabab qilmaslikqa asla va asla bahonamiz yo'q. Chunki nurg'unlagan taqdirlar borki, bu insonningki sabab qilish bilan o'zgaraydi. Hargizmi taqdir uni majburlamaydi, so'rmaydi. Va shundaqla qadri kechisdimi nurg'un taqdirlar o'zgaraydi. Shu qadri kechsa deb atirishning sababimi o insonningki taqdir o'zgaradigan bir kecha u. Masalan, bizning taqdirimizga ma'lum narsa yozilgan bo'lsa, qadri kechda qilgan duolarimiz, yaxshilarimiz, tilaklarimiz sababli bizning taqdirimizda nurg'un narsalar o'zgaraydi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda ochiq qilib, Hamim val kitabil mubin, ro'shan Qur'on bilan qasamki, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Biz Qur'onni muborak kechada tushirdik. Ya'ni qaysi kechada? Qadr kechida tushirdik. Inna kunna munzirin. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantirdik. Ya'ni g'aflat yashamaslik uchun ogohlantirdik. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. U kechida, ya'ni qadr kechida har hikmatlik ish ayriladi. Ya'ni bandaningki rizqi, ajali, baxtli bo'lishi, baxtsiz bo'lishi hammasi qadr kechida insonningki o'zgartiriladi. Buni taqdirga yozilgan bo'lsa, ammo qadr kechida bir odamning umri ilgari 60 yozilgan bo'lsa, qilgan ishlari qarab, tiliga qarab, ya qisqartiriladi, ya uzartiriladi, rizqi ya keng qilinadi, ya tar qilinadi. Bu oyatni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu, ya'ni sahobalarning ichida Qur'on eng yaxshi biladigan tafsirshunos Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ana shunday tushungan. Ya'ni qadr kechisida o'lim, hayotlik, rizq, yomg'ir, hatto kimning haj qiladi, kimning haj qilmaydi, kimning to'y qiladi, kimning to'y qilmaydi, hammasi yoziladi, deyiladi deydi. Shuning uchun inson tirishish kerak, duo qilish kerak, savab qilish kerak. Chunki duo bilan taqdir o'zgaradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek. Qilgan gunohi sababli rizqi tar bo'ladi, rizqdan mahrum qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek. Qilgan yaxshiligi sababli umr uzun bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek. Shuningdek inson duo qilsa, tilasa, o'zining to'y qilishi olsun, va shundaqla umr olsun, har narsalarni Allohning izni bilan o'zgartiradi. Demak, bu nuqtadan qarab vaqtimizda nurg'unlagan savollarning javobi chiqib ketdi degan gap. Taqdirga aloqador. Edisning oxirgi qismida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh bilan qasamki, sizlardan biri jannat ahlining amalini qiladi. Oqibatda o'zi bilan jannat orasida faqat bir g'ulaç qoladi. Ashuncha qolgan vaqtida uning yozilgan taqdir ustun kelib, dozoq ahlining amalini qilib, dozoqqa kirib ketadi. Buni qanday tushunamiz? Ya'ni bir odam jannat ahlining amalini qiladi. Ammo jannat kirib ketgan az qolgan vaqtda, ya'ni o'lib, jannat ahli bo'g'ili az qolgan vaqtida jahannam ahlining amalini qiladi, ondan keyin jahannam kirib ketadi deydi. Bundan biz shuni tushunalayimizki, shundaqli erishga tegishli darsimiz shuki, insonning qalbi o'lib, cho'lib turadi. Hidoyat ustida doim Allohdan so'rab turmasa, hayoti bo'yicha butun yaxshilarni qilib, o'limga az qolgan vaqtda insonning qalbi shunday alam cho'lib, hidoyatdan yaqinlashib, xato yo'lga kirib ketadi, jahannam ahli bo'lib ketadi. Alloh subhanahu va taolo buni o'zining ilmi bilan yozgan, bu to'g'ri chiqqan. Hargizmi Allohning yozgani so'rab emas. Allohning oldin bilib yozishi insonni majburlamaydi. Insonning irodasi va erkin qila oladi. Ammo hammasini Alloh biladi. Şoň insan her vaqt meyli yaxshi qilsin, endish qilib turib, ya'ni mush amrimni qabul qilmay qolamı deb endish qilib turib, Allohdan so'rab turib qilish kerakki, har gün o'zga ishonch qilib mag'rur qolmaslik kerak. Men cho'ng ish qilyaptim deb qolmaslik kerak. Bu bir xil tushuncha. Ya'ni ikkinchi bir xil tushuncha bu hadisda. Ya'ni bir shakl va hadisninki, ya'ni bir varianti bor. Bu hadisda fi ma yabdu lin-nas deb qiladi. Ya'ni bir odam hayoti bo'yicha kishilarga ko'rinishda jannat ahlining amalini qiladi. Namoz o'qiydi, zakot beradi. Ammo o'lgil az qolgan vaqtida jahannam ahlining amal qilib, jahannam kirib ketadi degan gap. Ya'ni kishilarga ko'rinishda namoz o'qiydi, ammo qalbida riyo bor. Zakot beradi, ko'z qilish bor. Mushundaq kishilarga ko'rinishda butun jannat ahlining qiladi, ammo o'lgil az qolgan vaqtda yomon oqibat bilan, ya'ni yomon o'lim ustiga ulab ketib, kishilarga oshkor bo'lib qoladi. Ondan keyin yana bir kishilar bor, hadisning oxirisi, ular hayoti bo'yicha jahannam ahlining amalini qiladi, o'lgili, ya'ni do'zax bilan uning oraliqida nihoyat az qolgan vaqtida kitob ustun kelib, ya'ni yozilgan taqdiri ustun kelib, jannat ahlining amalini qiladi, shuning bilan jannatga kirib ketadi. Bu hadisni o'xshash ikki xil shaklda tushunamiz. Birinchisi, bir odam ko'rinishda xato ish qilgandek ishlarni qiladi. Chunki hadisning yana bir variantida fima yabdu lin-nas, kishilar ko'rinishda do'zax ahlining amalini qilgandek qiladi, ammo oxirida Alloh taolo uni yaxshi bir oqibat bilan elib ketadi. Va yoki bir odam ana shunday xato ishlarni qiladi, gunohni qiladi, ammo hayotining oxirgi vaqtida u odam qilganligini pushaymon qilib, Alloh taolo u odamga tövbani ilhom qilib, tövba qiladi, yaxshi o'lim bilan vafot topadi deganni bildiradi. Ya'ni inson Alloh subhanahu va taolo u insonni yaxshi qilishga muyassar qilgan bo'lsa, hargiz ko'ranglamaslik kerak, mag'rurlanmaslik kerak, o'ziga ishonmaslik kerak. Chunki qanda o'limda o'ladi, buni bilmaydi. Va shundaqla bir odam gunoh tushgan bo'lsa, fosiqlashgan bo'lsa, Allohga osilik qilgan bo'lsa, namozni o'qib
o'qimagan bo'lsa, herkes ümidsizlanmasi kerakki, Alloh subhanahu va taolo o odamga tövbeni ilhom qilib, tövbe qilib, o'lib ketgan az qolgan vaqtida jannat ahli bo'lib ketishi mumkin. Biz bu hadisning realligini jamiyatimizda nurg'un ko'raylik. Hayotimizda nurg'un ko'rdik. Nurg'un yaxshi kishilar bor. Hatto nurg'un olim bo'lgan kishilar bor. Hayotining ichida nurg'un yaxshilarni qilgan, ammo hayotining oxiriga kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir imtihonlarni qilgan. Bu imtihonlardan o'tolmay, o'rinni boshqa yerda tutib qolgan, sapni xato yerdan tutib qolgan, ig'izdan ketib qolgan, shundoq qilib jahannam ahli bo'lib ketgan nurg'un kishilar bor. Va shuningdek, ma tugashdi degan nurg'un kishilar borki, ular hayotining oxiriga kelgan vaqtida tövbe qilib jannat ahlidan bo'lib ketgan. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki nima uchun ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib cho'rguchi bo'lgan zot, qalbimni diningda mustahkam qilgin deb tilashdan sababi mana bu. Payg'ambardek bir inson Allohdan dinni mustahkam qilishni so'raydi ekan. Bizdek bir insonningki qilgan amalimizga ishinib ketsak, oqibatimizning qanday bo'lishini biz bilmaymiz. Va shundaqla gunohga patgan insonlar shukrlashib ketmas kerakki, Alloh subhanahu va taolo sizga shundaq bir tövbe nisb qilishi mumkinki, siz jannat ahlidan bo'lib ketishingiz mumkin. Shuning uchun bu hadisni olgan chanchimiz inson har vaqt yaxshilikni nisb qilgan bo'lsa Allohga shukr etish kerak. Chunki yaxshilikni Alloh taolo nisb qilmasa qilib olmaydi. Qalbga Alloh taolo shu sevgini solmasa qilib olmaydi. Nurg'un kishilar bor, nurg'un yaxshilarni biladi, ammo qilmaydi-ku. Shuni yaxshini qilishga undaydigan nima? Qalbni unga qizishi, mayil bo'lishi. Shu Allohga shukr qilishimiz kerak. Hargizmi bu yaxshi muyassar bo'lmaganlarga tuvan qaramasligimiz kerak. Bir odamning Alloh yo'lida pul xarjlashi deganlikmi? Bu Allohning u odamga shuni nisb qilganligi. Nurg'un odam xarjlanmaydi. Chunki qalbni shunda burvasa Alloh taolo. Yaxshidan burvasa, namozdan burvasa, zakotdan burvasa, Alloh yo'lidagi xizmatdan shunda qalbni sug'utib etsa, insonga boshqa bir narsa choyliq ko'rinib qoladi. Inson biz. Ammo u muhabbatni Alloh subhanahu va taolo shunda sab qo'ysa, o'z yaxshi ko'rgan ishlarga. U ish shunchalik jafoliq bo'lsa-mu, bizning vaqtimizni olsa-mu, pulimizni olsa-mu, undan bir huzur olamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan bizga har qanday bir yaxshi qilmasa bo'lsa, har vaqt shukr etishimiz kerak. Shunga duodimi Allohumma inna nas'aluka fi'lal khayrat deb keladi. Sendan yaxshi qilishga, nisb qilishingni so'raymiz. Yaxshini bilamiz, ammo uni qilish boshqa bir ish. U Alloh qilgan bir nisb ishi. Shuning uchun yaxshi muyassar qilgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolodan uni andishi bilan Alloh taolo qabul qilmay qolarmi? Riyo aralashib soldimmi? Shirk aralashib soldimmi? Bunga diqqat qilishimiz kerak. Ikkinchidan umid bilan, ya'ni bak yaxshi qilmagan bo'lsak, Alloh taolo bizni muyassar qilmagan bo'lsa, har vaqt Allohdan umid bilmasligimiz kerak. Alloh taolo bizni nisb qilar. Hayotimizni oxirigacha bir ishga nisb qilar. Oxiratda bizga bir dasmoyi bo'g'idek, bizni jannat ahli qilgudek bir amalga nisb qilar degan umidni qalbimizdan aslo va aslo yo'qotmasligimiz kerak. Ammo bu hadisda ba'zi kishilar bunda bir xato tushunib qoladi. Bir odam jannat ahlining amalini qiladi, ondan keyin uningga kitob ustun kelib, do'zax ahlining amalini qilib, do'zaxga kirib ketadi desa, unda bo'lsa bu taqdir ustun kelsa, insonning tirishqinining foydasi, taqdir bilan Allohning yezishi bilan insonning erkinligi o'tirisidagi bu ziddiyatni qanday moslashtirmaymiz deb tushunib qilishi mumkin. Taqdir Allohning bilib yezishiki, u insonning irodasini cheklamaydi. Xuddi siz bir kinoni ko'rgan bo'lsanglar, kinoning hammasini bilasizlar-ku, yozdinglar. Hozir ma sahnadan keyin ma sahna chiqadi deb. Yozg'ininglardek sahna chiqqan bo'lsa, shu yozg'ininglar, kinodagi chiqqan sahnalarni majburlagan bo'lamdi. Yozg'ininglar uchun u kinodagi sahnalar shunday to'g'ri chiqdimi? Unday emas. Sizlar bilganliging uchun yozdinglar, bilganinglarga to'g'ri chiqdi. Va yoki texnik qilib tushuntirsak, biz hozir ma ishxonada turib pastdagi mashinalarni ko'ralaymiz, ma yo'ldan chiqqan mashina ko'ralaymiz, ma yo'ldan chiqqan mashina ko'ralaymiz. Ma yo'ldan oq mashina keldi, ma yo'ldan qizil mashina keldi. Hozir ikkisi bu yerda uchrashdi deb yozdim men. Darvaqa uchrashdi. Men yozganligim uchun uchrashdimi? Mening yozishim u mashinaning uchrashishini majbur qildimi? Majbur emas. Dal shunga o'xshash Allohning yozishi shu. Alloh yozgan hamma narsalarni, ammo Allohning yozishi bizni majburlamaydi. Bu taqdirning masalasi qaranglar. Allohning cheksiz ilmi bilan yozilgan bo'lg'achqa, cheklik ilmlik inson uni to'liq tushunmaydi. Taqdirni hech kim to'liq tushunmaydi. Ozroq aqlimiz qanot qilsak tushunalaymiz ba'zi bir misollar bilan. Ammo to'liq tushunmaymiz. Alloh taolo yozsa, inson u yozgan sirtiga chiqtanmasa, insonning qilg'ashining foydasi degan o'xshash savollar keladi, ammo buni mutlaq to'liq shaklda tushunmaymiz. Chunki taqdir Allohning sirri. Cheksiz bo'lgan ilmga asosan yozilgan bir ilm. Biz uni tushunmaymiz. Chunki biz vaqtning ichida yashaymiz, makonning ichida yashaymiz. Ammo Alloh vaqt zamondan munazzah, ya'ni pak. Allohga nisbatan bugun bilan atning farqi yo'q. Bizga nisbatan bugun atada bir vaqtning ichida yashaymiz, ammo Alloh vaqtdan pak. Shu bu nuqtalarda kirsak, mantiqlarga kirib ketamiz. Shunga taqdirga taslim bo'lish bilan, azroq qalbimizni qanoat qilish bilan taslim bo'lamiz, ammo to'liq tushunmaymiz desak, texmo qiynalib ketamiz. Taqdir Allohningki sirri bo'lib, uni biz cheklik ilmimizdan tushunmaymiz. Bizga tushuni bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, tirishinglar, amal qilinglar, har bir odamga yozilgan ishi, taqdir qilingan ishi oson qilinadi degan. Bizning oldimizga kelgan ishlar, bizga oson qilingan ishlar, bizga muyassar qilingan ishlar, bizga yozilgan ishlar shu. Bizga tushkuni harakat qilish, sabab qilish. Demak, yuqori qaydasida biz cho'ng ikki masalani tushungan bo'ldik. Birinchisi onaninki qursqidagi omilni yetilish jarayoni, ikkinchisi bo'lsa taqdir masalasi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu hadisda manfaat qilib bersin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah